2026 yilgi Chevrolet Cobalt zamonaviy dizayn, ishonchli texnologiya va kundalik foydalanish uchun qulaylikni birlashtirgan avtomobil sifatida bozorga chiqmoqda. Ushbu model tashqi ko'rinishda yangilangan old panjara, o'tkir chiziqlar va aerodinamik shakl bilan yanada jozibador bo'lib ko'rinadi. Old va orqa faralar LED texnologiyasi asosida ishlaydi. Bu esa nafaqat chiroyli ko'rinish, balki tunda xavfsiz haydashni ham ta'minlaydi. Korpus o'lchamlari shahar sharoitida qulay harakatlanish va to'xtash uchun moslashtirilgan. Salon ichki qismi esa keng va ergonomik bo'lib, oilaviy sayohatlar va uzoq masofalar uchun qulay muhit yaratadi. Old panelda raqamli displey va zamonaviy multimedia tizimi joylashgan bo'lib, smartfonlar bilan tez va oson ulanish imkonini beradi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Rul boshqaruvi yumshoq va aniq bo'lib, haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. O'rindiqlar sifatli materiallardan tayyorlangan va uzoq vaqt haydashda charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlarda yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. Yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar va safarlar uchun qulay darajada. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Cobalt tejamkor va ishonchli dvigatel bilan jihozlangan. Dvigatel yoqilg'i sarfini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, shahar va trassa sharoitida barqaror ishlashni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, turli haydovchilar ehtiyojiga mos keladi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham silliq harakatni ta'minlaydi. Tormoz tizimi esa tezkor va xavfsiz to'xtashni kafolatlaydi. Xavfsizlik borasida Chevrolet Cobalt bir qator zamonaviy funksiyalar bilan ta'minlangan. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS va ESP tizimlari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Orqa kamera va parkovka sensorlari tor joylarda mashinani oson boshqarishga yordam beradi. Ushbu model narx va sifat muvozanatini yaxshi saqlagan bo'lib, bozordagi eng ommabop sedanlardan biri bo'lishga da'vogarlik qilmoqda. Agar siz ishonchli, tejamkor va zamonaviy avtomobil izlayo